Sizlardan intervyu olaman, to'xtang, sizlardan intervyu olaman. Siz Haqiqatni ayting. birinchi savolim ikkalasiga ham tegishli. Necha yildan beri bir-birlaringizni bilasizlar? 24 yil. 24 yilni o'rtasiga qanchalik bir-birlaringizga qattiq sizlar, haqiqiy do'stlar? Aytamanku, agar men xudo ko'rsatmasin bevaqt bu dunyodan o'tib qolsam, bu o'zicha meni 3mi 7mi nima deb o'jimamga bo'lmoqchi. Men aytaman, bo'lib o'tirmayman. O'zim shunday olib ketaman, ruhim kelib ketadi sani deyman. Shunchalik yaxshi ko'rasizlar bir-birlaringizni. Nima bu kishining nima minus taraflari bor siz uchun? Plyusini aytaymi? Yo'q, minusdan boshlang. Men plyusini o'zim yaxshi bilaman. Ayting, ayting-ku, asabim buzadi deding. qaysi jihatlar sizga yoqmaydi? Menga kerak bo'lgan vaqt, shunaqa vaqt bo'ladi, masalan, asabingiz buziladi. Onangizga masalan aytolmaysizda. Mana shunaqa kimlardir bir kishi biladi, faqat aytayku, siz tushunadigan shu qarashingizda o'sha payt bu yo'q-da. Boshqa do'rachalar bilan yurgan biladi. Ana shunaqa bizga ham. Keyin mana asabim buziladi. Sizni nima tomonlari sizga yoqmaydi? Shu kishini nimasi minus bor tomoni? Men birovga bir kulib qarab gapirolmayman. Yo'q, mana shunday bo'ladi. Birovga demadi. SMS-dan ochib ko'rsatdim. Shunday yozardi, ana shunday enlik yozardi, men bitta uzr deyman. Yana ana shuncha enlik yozardi, ha kechir deyman. Yana shunchalar meni deydi, qaytib ko'rmaysan deydi. O'g'riga. Yana oxiriga kelib birga bo'lasizlar-ku. Endi o'sha payt meni ahvolimiz ko'rsangiz, haqiqiy degani shunaqa bo'ladida o'zi aslida. Shunday deyim. Haqiqiy do'stlarimiz Dugona ko'p, bunga ham mingta dugona, menga ham mingta. Lekin bir xillari asabimga tegadi, masalan, nima bilan hay deyman, eslamayman, masalan, hay deyman, qutulaman, tomonman kerak emas chunki.